Voy mana Instagramda, Telegramda голосовой yozadiganlar bor-u. Sizlarda telefoningizlarda klaviatura chiqmaydimi bunday bossanglar? Yo biror narsa chekasizlarmi? Kasalmisizlar sizlar tavba qildim. Yo bittasi ovozingizlarga mubtaloman deganmi? Voy 3,5 minutlik голосовой tashab beradi-da, 3,5 minut. Haligini 2x etsam ham 1,5 minutda. Umrimning bir qismini sizlarni голосовойlarda eshitishga sarflamayman, to'g'risi. Men oxirgi marta 3,5 minut bitta odamni indamay eshitganim ustozim. Uyga vazifani so'ramasin deb eshitganman yangi mavzu tushuntirayotganda. Bo'ldi. Tashamanglar unaqa голосовой tavba qildim. 2x etsam ham 1,5 minut. Umrim o'tib ketadi haligi. Butun umrimni to'plasa ham 1 minutga yetib bormaydi. Meniki ishonasizlarmi? Lekin 3,5 minutlikdan 4-5 ta голосовой tashab beradi. Haligini eshitadi deb o'ylaysizlarmi meni? Men bir ham marta eshitmaganman 1 minutdan ko'p голосовойni, to'g'risi. Otam ham menga 10 sekunddan oshiqcha голосовой tashamaydi. Manaqa stiker tashlaydi maksimum.